Bexillik kesellikdir. Abdori Muhammed Yusuf. İkinci kısım. Başkalarga yaxşılık kılgan adam uni o'ziga kılgan bo'ladi. Biz berish orqali o'zimizga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Chunki berishdan va beg'ishlashdan keladigan saodatni avval mushu dunyoda yashaymiz. Uning foydasini dunyo va oxiratda ko'ramiz. Kimiki shukr qiladigan faqat o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. Kimiki kufrlik qiladigan shaksizki Allah hammadan behojatdir. Madihaga loyiqdir. Ya'ni kimiki boshqalarga yaxshilik qilish orqali ne'matning shukrisini ado qiladigan u o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. Kimiki bexillik qiladigan u ne'matga tuzkorlik qilib o'ziga ziyon solgan bo'ladi. İnsanның o'ziga yaxshilik qilganligining bir ifodasi shuki, bergan va beg'ishlagan inson bu orqali oldi bilan o'zini xush qiladi. Ondan pul melidan bergan bo'lsa, berkat topadi. Ilmidan bergan bo'lsa, ilmi ziyodlashadi. Vaqtidan bergan bo'lsa, g'animatlik vaqtlar ko'p bo'ladi. Agar inson pul meliga bexillik qilsa, uning berkitini ko'rolmaydi. Ilmiga bexillik qilsa, ilmidan ma'rifat buloqlarini ocholmaydi. Vaqtiga va umriga bexillik qilsa, vaqtidan va umridan ko'zlagan natijalarni qozona olmaydi. Chunki Alloh taologa berishga bexillik qilgan har qanday narsa barakatsizdir. Masalan, vaqtingizdan din va vatan uchun yaxshi ishlarga ozroq bo'lsa-mu chiqim qilmasangiz, Alloh taolo sizning vaqtingizni shundoq barakatsiz qilib yetadiki, doktorda saqlash, hal bo'lmagan ishingizning orqasidan menish, oddiy bir ishlarga ko'p vaqtingizni sarf qilish degandek natijasiz ishlar bilan vaqtingiz suvdek eqib ketadi. Navoda Alloh taolo sizning vaqtingizga barakat ato qilsa, oz vaqt ichida ko'p natijalarni va unutilmas utuqlarni qo'lga keltira olasiz. İmam Nevevi, İmam Şafii ve İmam G'azzali qatorliq ulamolar vaqtini va umrini Alloh taologa atash orqali yerim asrga yetmaydigan shu qisqagina umri ichida ta qiyomatgacha o'qiladigan qimmatli asarlarni qoldirish bilan o'zlarining ikkinchi va mangulik umrini yaratdi.